Bulung'ur tumanidagi yana bir xonadonga davlat subsidiyasi bilan asl narxi 26 million so'm bo'lgan 5 kilovatlik on-grid tizimda ishlaydigan quyosh panellari sistemasini subsidiya bilan 18 million 500 ming so'mga o'rnatib berdik. Foydalanib qoling. Ayni paytda subsidiya bilan quyosh panellarini qo'yish ishlari davom etmoqda. Siz ham xonadoningizga xuddi shunday subsidiya bilan quyosh panellarini o'rnatishingiz mumkin. besh kilovatlik asl narxi 26 million so'm bo'lgan quyosh panellarini 18 million 500 ming so'mga, xuddi shunday 10 kilovatlik on-grid tizimda ishlaydigan quyosh panellarining asl narxi 52 million so'm bo'lsa, 44 million 500 ming so'mga o'rnatishingiz mumkin. O'rtadagi 7,5 million so'm davlat subsidiyasi hisobidan qoplab beriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun 78 kodi bilan 333 60 70 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.